O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi Navoiy filialida davlat xaridlari elektron savdo platformasida mijozlar uchun yaratilayotgan qulayliklar va amalga oshirilayotgan o'zgarishlar to'g'risida seminar bo'lib o'tdi. Tizimdagi yangiliklar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan davlat xaridlari sohasiga katta e'tibor qaratilib, sohada korrupsiya holatlarining oldini olish, unga sharoit yaratib beradigan omillarni bartaraf qilish yuzasidan bir qator chora-tadbirlar belgilandi. Tizimda samarali olib borilayotgan islohotlar natijasida O'zbekiston Respublika tovar xom ashyo birjasi Navoiy filialida ham davlat xaridlari sohasida elektron savdo platformasi ishga tushirilib, ushbu savdo platformasida davlat buyurtmachilari va korporativ buyurtmachilari o'zlarining xaridlarini amalga oshirib kelmoqda. Seminarda davlat xaridlari sohasida joriy etilgan so'nggi yangiliklar targ'ib etildi. Tovar xomashyo birjasini davlat xaridlari tizimida 2025-11 oyligini tahlil qiladigan bo'lsak, xarid o'z elektron savdo tizimida o'tkazilgan savdo natijasida byudjet va korporativ buyurtmachilar tomonidan 1 trillion 84 milliardlik savdo xaridlar amalga oshirilgan. Davlat xaridlari sohasida yangi mijozlarni jalb qilish maqsadida yangi xarid elektron davlat xaridlari mobil ilovasi ishga tushirildi. Mobil ilova orqali elektron savdo do'koniga yoki auksion tizimiga mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida savdo qilish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari farmatsevtika mahsulotlarini sohada oid mahalliy ishlab chiqaruvchilar xaridlarni amalga oshirishga mo'ljallangan Farma Uz alohida savdo platformasi ishga tushirildi. Shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun tovarlar katalogini shakllantirish mexanizmi ham joriy etildi. Bugungi yig'ilishimizning asosiy maqsad korporativ va byudjet tashkilotlariga qilinadigan yangiliklarni, islohotlarni yetkazish va yaratilgan qulayliklarni batafsil tushuntirdik. Mazkur tizim davlat xaridlari shaffofligini ta'minlash va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jarayonda so'z olganlar savdo ishtirokchilariga qo'shimcha qulayliklar yaratish va davlat xaridlari sohasida yangi mijozlarni jalb qilish maqsadida yangi xarid elektron davlat xaridlari mobil ilovasi ishga tushirilganini qayd etdi. Shuningdek, mobil ilova foydalanuvchilarga davlat xaridlari doirasida elektron do'konda va boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksionda qatnashish imkoniyatini taqdim etadi. Yana bir yangilik, endi mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun tovarlar katalogini shakllantirish mexanizmi joriy etildi. Sun'iy intellekt yordamida elektron do'kon savdolarida ishtirokchilar tomonidan joylashtirilgan ofertalarni inson omilisiz modernizatsiyadan o'tkazish ishlari to'liq avtomatlashtirildi. Sohadagi bir qator yangiliklarni joriy etilishi mijozlarni qo'llab-quvvatlashni yaxshilaydi. Tizim bilan o'zaro aloqa qilish jarayonini soddalashtiradi va savdo operatsiyalarini bajarishda xatolarga yo'l qo'yish ehtimolini kamaytiradi. Savol-javob asosida bo'lib o'tgan seminarda davlat xaridlari elektron tizimida faoliyat olib borishga o'tganligini anglatgani bilan ahamiyatli bo'ldi.